Bu vaziyatda bitta ish qilish mumkin. Ayolni ayblash juda ham oson. Ha, itoatsiz ayol, tarbiyasiz ayol, ayolda hayotida yana kimdir paydo bo'lib qopti, ayol erkakni sevmaydi degan juda ham ko'plab gaplar gapirish mumkin. Ammo bitta savol tug'iladi. Savol shuki, bu ayolning munosabati qachondan buyon o'zgardi? Turmush qurganiga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 10 yildan keyin o'zgardimi yoki boshidan boshmi? Boshidan bosh o'zgargan bo'lsa, demak muammo ayolingizda. Agarda turmushdan keyin o'zgarayotgan bo'lsa, agar muammo ayolda emas sizda. Chunki ayolda shunaqa itoatsiz bo'lishiga, shantaj bo'lishiga, shallaqi bo'lishiga aynan siz sababchi bo'lasiz. Birinchi sabab nima uchunligini tushuntiraman. Ya'ni ayol hissiyotlarini gapiradi, og'riqlarini gapiradi. Uni eshitadigan odam bo'lmaydi. Va o'sha og'riqlarni, hissiyotlarni endi jahl bilan, agressiya bilan chiqarishga harakat qiladi. Shunda ham bo'lmagan vaqtda esa ayol keyin shantajlik qiladi. Nima uchun sen unaqa qilasan, men bunaqa qilmayman degan doimiy ravishda sizda ayblashga o'tadi. Demak, bu vaziyatning yechimi nimada? Ayolni aybdor qilmasdan turib, to'xta, u bilan o'tirib suhbatlashishdi, u bilan ishlashdi, hissiyotlarini eshitishni o'rganishingiz bu juda ham muhimdir. Shunda munosabatlaringiz yaxshi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, yillar davomida sizning yotog'ingiz boshqa uyda, ayolingizniki boshqa uyda yoki bitta uy bo'lsa ham o'rtadan parda tortiladi-da, alohida kravatda uxlaysizlar, hatto hojatxonaga borishga ham navbat qilasiz. O'sha sana vaqting ertalabda mana vaqtgacha, mana esa mana vaqtgacha deysiz. Agar siz shu munosabatlarga tayyor bo'lsangiz, ayblashda davom etavering. Siz qanaqa fikrda bo'lasiz bu vaziyatda? Izohlarni yozib qoldiring.